Assalomu alaykum. Bugun men sizga ko'pchilik oylar uchun juda muhim bo'lgan yangi qonun haqida sodda tilda tushuntirib beraman. Gap uy-joy, yer uchastkasi, kadastr hujjati, o'zboshimchalik bilan qurilgan imorat. Eski hovli va rasmiylashtirilmagan mulk haqida ketadi. Bu masala faqat yuristlar yoki kadastr xodimlariga tegishli emas. Bu har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilikda uy bor, yer bor. Lekin hujjatlari to'liq emas yoki eski qarorlar bilan qolib ketgan. Men bugun nimani bilish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Qaysi holatlarda huquq e'tirof etilishi mumkin? Qaysi holatlarda rad javobi berilishi mumkin? Hammasini oddiy misollar bilan tushuntiraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitish juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri qadam keyinchalik uyni sotish, merosga qoldirish, garovga qo'yish yoki kadastrdan o'tkazishda katta muammo tug'dirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim huquqiy mavzularni odamlar tushunadigan tilda izohlab boraman. Avvalgi holat qanday edi? Juda ko'p odamlar yillar davomida uy qurib yashagan, kommunal to'lovlarni to'lagan, mahalla ularni shu manzilda yashovchi oila sifatida tanigan. Lekin kadastr hujjati bo'lmagan. Ayrimlarda eski hukm qarori bor, lekin davlat ro'yxatdan o'tmagan. Ayrimlarda yer ajratilgan, uy qurilgan, lekin qurishga ruxsat olinmagan. Yana ayrimlar otasidan qolgan hovlida yashaydi. Lekin meros hujjatlari to'liq rasmiylashtirilmagan. Natijada odam o'z uyida yashab turgan bo'lsa ham, huquqiy jihatdan mulkdor sifatida tan olinmay qolgan. Buning oqibati juda og'ir bo'lishi mumkin. Masalan, odam uyini sotmoqchi bo'ladi. Xaridor keladi, narx kelishiladi. Lekin notariusda kadastr hujjat so'raladi. Kadastr bo'lmasa, bitim yurmaydi. Yoki oila farzandiga uyni meros qilib qoldirmoqchi bo'ladi. Lekin hujjat yo'qligi sababli meros jarayoni cho'ziladi. Yoki bankdan kredit olish uchun uyni garovga qo'ymoqchi bo'ladi. Lekin rasmiy huquq bo'lmagani uchun bank qabul qilmaydi. Demak, uy bor, odam yashayapti. Lekin huquqiy qiymati to'liq ishlamayapti. Yangi tartibning asosiy maqsadi shundan iboratki, ayrim shartlarga javob beradigan rasmiylashtirilmagan yer va imoratlar bo'yicha fuqarolarning huquqi e'tirof etilishi mumkin. Bu degani hamma noqonuniy qurilishlar avtomatik qonuniy bo'lib ketadi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Yangi qonun imkoniyat beradi, lekin tekshiruvsiz, hujjatsiz, shartsiz tasdiqlab yuborish degani emas. Oldin odamlar ko'pincha qayerga borishni bilmas edi. Hokimiyatga boradi, kadastrga yuboriladi. Kadastrga boradi, arxiv hujjati so'raladi. Arxivga boradi, eski qaror topilmaydi. Mahalladan ma'lumotnoma oladi. Lekin bu yetarli bo'lmaydi. Shunday qilib, bitta uy masalasi yillar davomida yechilmay qolgan. Yangi tartib esa aynan shu chalkash holatlarni tizimga solishga qaratilgan. Ma'lumotlar yig'iladi, holat o'rganiladi. Yerning chegarasi, qurilgan imorat, qo'shnilar bilan nizo bor yo'qligi, hududning bosh rejasiga mosligi tekshiriladi. Endi men eng muhim savolga o'taman. Kimlar bu qonundan manfaatdor bo'lishi mumkin? Birinchi guruh. O'z uyida uzoq yillardan beri yashab kelayotgan, lekin kadastr hujjati yo'q fuqarolar. Masalan, bir oila 2005 yilda qishloqda 6 sotix yerda uy qurdi. O'sha paytda mahalla bilgan, qo'shnilar bilgan, elektr, gaz suvlangan. Lekin yer ajratish qarori to'liq rasmiylashtirilmagan yoki kadastrdan o'tkazilmagan. Mana shunday holatda fuqaro yangi tartib asosida huquqini e'tirof ettirish imkoniyati tekshirishi kerak. Ikkinchi guruh eski hokim qarori bo'lgan, lekin davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan fuqarolar. Masalan, odamda 1998 yildagi hokim qarori bor, unda unga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer ajratilgani ko'rsatilgan. Lekin kadastr hujjati olinmagan. Keyin yillar o'tgan, uy qurilgan, farzandlar ulg'aygan. Bunday holatda asosiy dalil eski qaror bo'lishi mumkin. Lekin qarorning o'zi ham tekshiriladi. Haqiqatan berilganmi? Arxivda bormi? Yer boshqa shaxsga o'tib ketmaganmi? Hudud bo'yicha cheklov yo'qmi? Uchinchi guruh meros orqali o'tgan, lekin hujjatlari chala qolgan uylar. Masalan, ota 2010 yilda vafot etgan, hovlida 2 farzand yashab kelmoqda. Uy otaning nomida ham to'liq rasmiylashtirilmagan, farzandlar esa meros hujjatini olmagan. Bunday vaziyatda masala 2 qismdan iborat bo'ladi. Avvalo, mulk yoki foydalanish huquqi mavjudligini aniqlash. Keyin merosxo'rlar masalasini qonuniy tartibga solish. Men bunday oilalarga maslahatimni aniq aytaman. Avval notarius bilan meros masalasini aniqlang, keyin kadastr va huquqni e'tirof etish bo'yicha ariza tayyorlang.
Aks holda aka-uka, opa-singillar o'rtasida nizo chiqsa, jarayon to'xtab qolishi mumkin. 4-guruh yerning bir qismida qo'shimcha qurilish qilgan fuqarolar. Masalan, kadastrda 4 sotix ko'rsatilgan. Amalda esa devor 5 sotiqni egallab turibdi. Yoki kadastrda bir qavatli uy, amalda esa 2-qavat qo'shimcha oshxona, garaj, do'koncha qurilgan. Bu yerda hamma narsa avtomatik tasdiqlanmaydi. Agar qo'shimcha qism yo'lga, ariq zovurga, elektr tarmog'i muhofaza zonasiga, gaz quvuri hududiga, qo'shnining yeriga yoki davlat ehtiyoji uchun ajratilgan hududga kirib ketgan bo'lsa, rad javobi bo'lishi mumkin. Lekin agar qo'shimcha qurilish belgilangan talablarga zid bo'lmasa, hujjatlashtirish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning uyingizda kadastr bor, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan, yer chegarasi aniq, qo'shnilar bilan nizo yo'q, hujjatlarda ism, familiya, maydon, manzil to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, sizda katta muammo yo'q. Lekin baribir men bitta narsani tavsiya qilaman. Hujjatlarni bir marta tekshirib chiqing. Chunki amaliyotda kadastr bor, lekin maydon xato yozilgan holatlar uchraydi. Masalan, hujjatda 600 kvadrat metr, amalda 720 kvadrat metr yoki manzil eski nom bilan yozilgan. Ko'cha nomi o'zgargan, lekin hujjat yangilanmagan. Bu darhol katta xavf degani emas, lekin kelajakda sotish yoki merosda savol tug'dirishi mumkin. Yana bir misol. Fuqaroning hovlisida 8 sotix, kadastr hujjati 6 sotix. Qolgan 2 sotiqqa mevali daraxt ekilgan, devor ichida turibdi. Odam o'ylaydi, men bu yerda 20 yildan beri yashayman, demak muammo yo'q. Lekin huquqiy jihatdan bu 2 sotiq kimga tegishli, nima asosda egallangan? Umumiy foydalanishdagi yo'lmi, qo'shni yerimi, zaxira yermi, shular tekshiriladi. Agar ertaga shu hududdan yo'l kengaytirish loyihasi o'tsa, hujjatsiz qism uchun kompensatsiya masalasida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ham aytaman, amalda foydalanish boshqa, huquqiy tan olinishi boshqa. Yana hayotiy vaziyat. Bir oila uyini $35,000 sotmoqchi. Xaridor tayyor, lekin kadastr hujjati yo'qligi uchun xaridor pul bermaydi. Chunki xaridor ham o'zini himoya qiladi. Agar uy rasmiy bo'lmasa, u keyinchalik mulkdor bo'la olmaydi. Natijada sotuvchi narxni tushirishga majbur bo'ladi yoki bitim umuman amalga oshmaydi. Demak, hujjat faqat qog'oz emas, hujjat mulkning bozor qiymatini ham belgilaydi. Endi istisnolar va nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi muhim nuqta, har qanday noqonuniy qurilish qonuniylashtirilmaydi. Agar uy xavfli hududda qurilgan bo'lsa, masalan, sel yo'li, ko'chki xavfi bor joy, muhofaza zonasi, temir yo'l atrofidagi cheklangan hudud, yuqori kuchlanishli elektr liniyasi osti, magistral gaz quvuri yaqinida joylashgan bo'lsa, davlat organlari buni tasdiqlamasligi mumkin. Sababi oddiy. Bu faqat hujjat masalasi emas, odamlarning hayoti va xavfsizligi masalasi. Ikkinchi nuqta, qo'shni bilan nizo bo'lsa, ish murakkablashadi. Masalan, siz 15 yildan beri devor shu joyda turibdi deysiz. Qo'shningiz esa devor mening yerimga 1 metr kirgan deydi. Bunday holatda kadastr o'lchov, eski reja, guvohlar, arxiv hujjatlari, sud qarorlari muhim bo'ladi. Agar nizo hal qilinmasa, huquqni e'tirof etish jarayoni cho'zilishi yoki sudga o'tishi mumkin. Shuning uchun men har doim fuqarolarga maslahat beraman. Qo'shni bilan og'zaki tortishib yurishdan ko'ra, chegarani mutaxassis ishtirokida o'lchating va yozma asos yarating. 3-nuqta. Sotib olingan, lekin notarial rasmiylashtirilmagan uylar. Bu juda keng tarqalgan muammo. Masalan, 2012 yilda bir odam boshqa odamdan hovli sotib olgan. Pul berilgan, tilxat yozilgan, kalit olingan, oila ko'chib kirgan. Lekin notarius orqali oldi sotdi qilinmagan. Endi xaridor o'zini mulkdor deb biladi. Sotuvchi esa allaqachon boshqa viloyatga ketgan yoki vafot etgan. Bu holatda faqat tilxatning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki ko'chmas mulk bo'yicha huquq odatda davlat ro'yxatidan o'tishi kerak. Bunday vaziyatda sud orqali mulk huquqini tan olish, merosxo'rlarni aniqlash yoki boshqa huquqiy yo'l kerak bo'lishi mumkin. Yangi qonun bunday masalani yengillashtirishi mumkin, lekin har bir holat alohida baholanadi. 4-nuqta, jarima va to'lovlar masalasi. Ko'pchilik odamlar birinchi bo'lib shuni so'raydi, qancha pul ketadi? Men buni shunday tushuntiraman. Hujjatlashtirish jarayonida davlat bojlari, kadastr ishlari, texnik hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, notarial harakatlar yoki sud xarajatlari bo'lishi mumkin. Aniq summa sizning holatingizga bog'liq. Masalan, faqat kadastrni yangilash kerak bo'lsa, xarajat bir xil bo'ladi. Agar meros, sud
qo'shni bilan nizo, eski qarorni tiklash kerak bo'lsa, xarajat ham, vaqt ham ko'payadi. Shuning uchun falon odam 500 ming so'mga bitiribdi, men ham shuncha to'layman deb o'ylamang. Har bir hujjat ishi alohida. 5-nuanji muddat masalasi. Odamlar ko'pincha keyin qilaman deb yuradi. Lekin hujjat masalasida kechiktirish zarar beradi. Chunki guvohlar ko'chib ketadi. Eski hujjatlar yo'qoladi, arxivdan topish qiyinlashadi. Merosxo'rlar ko'payadi, oilaviy nizolar kuchayadi. Masalan, ota tirikligida bitta hovlini bitta farzandiga beraman degan, lekin yozma hujjat qilmagan. Ota vafot etgandan keyin 5 nafar merosxo'r chiqadi. Hamma o'z ulushini talab qiladi. Agar hujjatlar oldin rasmiylashtirilganda nizo ancha kam bo'lardi. 6-nuanji mahalla biladi degan gap huquqiy dalilning o'rnini to'lib bosmaydi. Mahalla ma'lumotnomasi yordamchi dalil bo'lishi mumkin. Lekin mulk huquqini faqat mahalla bilan tasdiqlab bo'lmaydi. Xuddi shunday kommunal to'lov kvitansiyasi ham yordamchi dalil. Elektr yoki gaz uchun pul to'laganingiz sizning shu joyda yashaganingizni ko'rsatishi mumkin. Lekin u yerning mulkdori ekaningizni avtomatik tasdiqlamaydi. Shuning uchun barcha dalillarni jamlab to'g'ri tartibda topshirish kerak. 7-nuanji uy ichidagi oilaviy kelishmovchiliklar. Masalan, kadastr bitta odam nomida, lekin uy qurilishiga 3 ta aka pul qo'shgan yoki kelin kuyov ota hovlisiga qo'shimcha uy qurgan. Keyin ajrim yoki meros masalasi chiqsa, kimning ulushi qancha degan savol tug'iladi. Yangi qonun hujjatni rasmiylashtirishga yordam berishi mumkin, lekin oilaviy mulk nizosini avtomatik hal qilib bermaydi. Bunday holatda men maslahat beraman. Kim pul qo'shgan, kim qurdirgan, kim yashayapti, kimning roziligi bor, bularni imkon qadar yozma kelishuv bilan tartibga soling. 8-nuanji tadbirkorlik uchun foydalanilayotgan joylar. Masalan, hovlining old qismida do'kon qurilgan, ustaxona ochilgan yoki ijaraga berilgan. Agar yerning maqsadli foydalanish turi turar joy bo'lsa, lekin amalda savdo obyekti ishlayotgan bo'lsa, qo'shimcha ruxsatlar kerak bo'lishi mumkin. Soliq, sanitariya, yong'in xavfsizligi, arxitektura talablari alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun uyimning ichida qurilgan, demak xohlaganimni qilaman degan fikr noto'g'ri. Yer va bino qanday maqsadda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, undan foydalanish ham shunga mos bo'lishi kerak. Endi eng kerakli qism siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, qo'lingizdagi barcha hujjatlarni yig'ing. Eski hokim qarori, yer ajratish qarori, order, kadastr pasporti, uy joy daftari, kommunal to'lov kvitansiyalari, soliq to'lovlari, oldi-sotdi tilxati, meros hujjatlari, sud qarorlari, arxivdan olingan ma'lumotlar, qurilish bilan bog'liq ruxsatlar, qo'shnilar bilan chegaraga oid kelishuvlar. Hammasini alohida papkaga joylang. Hujjat eski, sarg'aygan, yirtilgan bo'lsa ham tashlab yubormang. Ba'zan aynan eski bir qaror butun ishni hal qiladi. Ikkinchi qadam, kadastr holatini tekshiring. Sizning uyingiz davlat ro'yxatida bormi? Maydoni qancha ko'rsatilgan? Yer chegarasi qanday? Mulkdor kim? Manzil to'g'rimi? Qurilishlar hujjatda aks etganmi? Shularni aniqlang. Buning uchun kadastr agentligi tizimlari, davlat xizmatlari markazi yoki vakolatli kadastr bo'limlari orqali ma'lumot olish mumkin. Agar siz raqamli xizmatlardan foydalana olsangiz, My.gov.uz orqali ham ayrim xizmatlarni tekshirishingiz mumkin. Lekin murakkab holatlarda bevosita davlat xizmatlari markaziga borib maslahat olish foydali. 3-qadam, ariza berishdan oldin muammoni aniq yozib oling. Masalan, uyim hujjatsiz deyish juda umumiy gap. To'g'ri yozilishi kerak. Yer uchastkasiga ajratish qarori bor, lekin kadastr ro'yxati yo'q. Yoki uy amalda mavjud, lekin qurilish ruxsati olinmagan. Yoki kadastrda 4 sotix, amalda 5 sotix, yoki meros bo'yicha hujjatlar tugallanmagan. Muammo aniq bo'lsa, yechim ham aniqroq bo'ladi. 4-qadam, qo'shnilar bilan chegarani oldindan kelishib oling. Agar devor, yo'l, kirish-chiqish, ariq, umumiy foydalanishdagi joy bo'yicha nizo bo'lsa, buni yashirmang. Baribir o'lchov vaqtida chiqadi. Yaxshisi qo'shni bilan gaplashib, zarur bo'lsa, yozma rozilik yoki dalolatnoma tayyorlang. Albatta, bunday hujjatlar qonuniy shaklda bo'lishi kerak. Shunchaki oddiy qog'ozga yozilgan gap har doim yetarli bo'lavermaydi. 5-qadam, arxivga murojaat qiling. Eski hokim qarorlari, kolxoz yoki shirkat davridagi hujjatlar, mahalla yoki tuman arxivida saqlangan materiallar kerak bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar hujjat yo'qolgan deb o'ylaydi, lekin arxivdan nusxasi chiqib qoladi. Agar qaror raqami, sanasi kimning nomiga berilgani, taxminiy yilini bilsangiz, qidirish osonlashadi.
Shu sababli oiladagi kattalardan so'rang. Yer qachon olingan, kim bergan, qanday qaror bo'lgan, qo'shnilar kim edi? 6-qadam, agar oldi sotda notarial bo'lmagan bo'lsa, darhol huquqshunos yoki notarius bilan maslahat qiling. Tilxat borligi yaxshi, lekin yetarli bo'lmasligi mumkin. Sotuvchi tirik bo'lsa, uni topib, bitimni qonuniy rasmiylashtirish yo'lini ko'ring. Sotuvchi vafot etgan bo'lsa, uning merosxo'rlari aniqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Agar nizo bo'lsa, sud tartibi talab qilinadi. Bunday ishlarni o'zboshimchalik bilan davom ettirish xavfli. 7-qadam. Hech kimga tez bitirib beraman deb katta pul bermang. Hujjat ishlari rasmiy tartibda amalga oshadi. Agar kimdir sizga kadastrni ichkaridan hal qilaman, qarorni chiqarib beraman, hammasi 3 kunda tayyor bo'ladi desa, ehtiyot bo'ling. Siz faqat rasmiy to'lovlarni rasmiy kvitansiya bilan to'lang. Ariza raqamini oling, javob muddatini yozib qo'ying. Har bir topshirilgan hujjatdan nusxa saqlang. 8-qadam, rad javobi kelsa, uni shunchaki tashlab qo'ymang. Rad javobida sabab yozilishi kerak. Masalan, yer muhofaza zonasida qo'shni bilan nizo bor. Hujjat yetarli emas, arxiv tasdiqlamadi, bosh reja bilan mos kelmaydi. Sababni bilsangiz, keyingi yo'lni tanlaysiz. Ba'zan bitta yetishmagan hujjatni olib borish kifoya. Ba'zan sudga murojaat qilish kerak. Ba'zan esa haqiqatdan ham huquqni e'tirof etishning iloji bo'lmaydi. Eng muhimi, rad javobining mazmunini tushunmasdan turib, keyingi qadamni tashlamang. 9-qadam, oilaviy roziliklarni oldindan hal qiling. Uy otaning nomida bo'lsa, lekin unda bir nechta farzand yashasa, hammaning pozitsiyasini aniqlang. Er-xotin birga qurilgan uy bo'lsa, nikoh davridagi mulk masalasini inobatga oling. Ajrim bo'lgan bo'lsa, sobiq turmush o'rtog'ining huquqi bor yo'qligi tekshiriladi. Hujjat rasmiylashtirish jarayonida yashirilgan oilaviy nizo keng katta sud ishiga aylanishi mumkin. 10-qadam, hamma narsani yozma saqlang. Ariza topshirdingizmi? Nusxasini oling. Javob keldimi? Saqlang. O'lchov bo'ldimi? Dalolatnomani oling. Mutaxassis bilan maslahatlashdingizmi? Yozma xulosa so'rang. Og'zaki va'da bilan yurmang. Huquqiy ishda menga shunday deyishgan degan gap ko'pincha yordam bermaydi hujjat bo'lsa. Sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. Men yana bir amaliy misol aytaman. Bir fuqaro 7 sotix hovlida yashaydi. Kadastr yo'q. Qo'lda faqat 2007-yildagi mahalla ma'lumotnomasi va elektr to'lovlari bor. U darhol ariza topshirsa, hujjat yetishmasligi mumkin. To'g'ri yo'l qanday? Avval tuman arxividan yer ajratish qarori bor yo'qligini tekshiradi. Keyin kadastr bo'limidan ushbu yer davlat ro'yxatida kimning nomida turganini aniqlaydi. Keyin qo'shnilar bilan chegara nizosi yo'qligini ko'radi. Keyin davlat xizmatlari markazi orqali huquqni e'tirof etish yoki kadastr rasmiylashtirish bo'yicha ariza beradi. Shunda ish tartibli bo'ladi. Yana bir misol. Ayol kishi turmush o'rtog'i bilan 20 yil oldin uy qurgan, lekin hamma hujjat erining nomida. Eri vafot etgan, bolalar bor. Ayol men shu uyda yashayman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Amalda esa meros ochiladi. Farzandlar ulushi aniqlanadi. Agar erning oldingi nikohidan farzandlari bo'lsa, ular ham da'vo qilishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda birinchi navbatda notariusga borib meros ishini ochish kerak. Keyin kadastr va mulk huquqi masalasi davom ettiriladi. Men bugun sizga yangi qonun va yangi tartibning eng muhim tomonlarini tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, hujjatsiz uy yoki yer masalasini kechiktirmang. Yangi imkoniyat bor, lekin u hamma holatni avtomatik hal qilib bermaydi. Hujjatlarni yig'ish, kadastr holatini tekshirish, arxivdan ma'lumot olish, qo'shnilar bilan chegarani aniqlash, davlat xizmatlari markazi orqali rasmiy murojaat qilish kerak. Agar sizda uy bor, lekin kadastr yo'q bo'lsa, eski qaror bo'lsa, lekin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, meros masalasi tugallanmagan bo'lsa, yoki amaldagi maydon hujjatdagi maydondan farq qilsa, bu videoni bejiz ko'rmadingiz. Bugun hujjatlaringizni bir joyga to'plang va holatingizni tekshirtiring. Chunki uy-joy masalasida vaqt o'tishi muammoni kamaytirmaydi. Aksincha, ko'pincha murakkablashtiradi. Izohlarda yozing. Sizda kadastr bilan bog'liq muammo bormi? Eski hujjatlaringiz to'liqmi? Uyingiz rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning yillik muammosini hal qilib berishi mumkin.